11-dars. Ikkinchi bog'lanish miyada vujud talabidan xish qilinmagan voqea haqidagi ma'lumotlarni bog'lanishidir. Birinchi bog'lanish sodir bo'lgan insonda aql ishlashligi uchun voqea haqidagi tug'ri ma'lumot kerak bo'ladi. Ikkinchi bog'lanish sodir bo'lgan insonning aql ishlashligi uchun esa voqeani xish qilish kerak bo'ladi. Inson voqea haqida xohlagan ma'lumotni olishi mumkin. Lekin xohlagan voqeani xish qila olish inson ixtiyoridagi ish emas. Masalan, inson xish qilingan ma'naviy yoki ruhiy voqea haqida ma'lumot olishi mumkin. Lekin tushunchaga ega bo'lmagan ma'naviy yoki ruhiy voqealarni xish qila olmaydi. Garchi ular haqida ma'lumotga ega bo'lsa ham. Ko'rinib turibdiki, ikkinchi bog'lanish insonni xohishidan kelib chiqqan. Lekin voqeasi xish qilinmagan ma'lumotlarni bog'lanishi bo'lib, u insonda to'g'ri tushuncha hosil qilmaydi. Xish qilinmagan voqealar haqidagi bosh qotirish esa yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ayniqsa, iymon, e'tiqodga aloqador bo'lgan masalalarda inson aqli ko'tarmaydigan ma'lumotlarni berish yoki olish o'ta zararlidir. Ali roziyallohu anhu aytgan ekanlarki, odamlarga faqat aqli yetadigan narsalarni gapiringlar. Nima? Sizlar Alloh va Rasulini yolg'onchiga chiqarmoqchimisizlar? Dars haqiqat rostni yolg'onga chiqaruvchi bu bog'lanish mantiqiy bog'lanishdir. Bunday bog'lanish natijasida insonda hali his qilinmagan voqealar to'g'risida mantiqiy xulosalar hosil bo'ladi. Mantiqiy xulosa esa voqeaga butunlay teskaridir. Axir, qanday qilib inson o'zi tushunmagan va his qilmagan voqea haqida to'g'ri xulosa qila olishi mumkin? Agarda kimda-kim shunday mantiqiy xulosa qilsa, haqiqatni inkor qiluvchi bo'lib qoladi. Haqiqat egiladi, bukiladi lekin sinmaydi. Vaqti kelib, inson bu ma'lumotlarni voqesini his qilganda o'z qilgan ishlaridan pushaymon bo'ladi. Mantiqiy xulosani ziyonligini dinsiz insonda yaqqol ko'rish mumkin. Buning uchun keling bir islom tarixini esga olaylik. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bilan bir vaqtda va bir joyda yashashiga qaramay, Makka mushriklari din haqiqatini his qilisha olmadilar. Chunki ular Qur'on oyatlari ustida mantiq yuritishdi va uni yolg'onga chiqarishdi. Qur'oni Karimda aytiladiki, qavmingiz uni, ya'ni Qur'onni yolg'on dedi. Holbuki u haqdir. Ularga ayting, men ustingizda vakil kurukchi emasan. Har bir xabarning o'z o'rni bor, yakinda bilajaksiz. Mantiq nafaqat kufrlarga ziyon bo'lib qolmay, balki musulmonlar uchun ham o'ta xatarlidir. Chunki iymon keltirishni o'zi bilan Qur'on ma'nolarini to'liq tushunish mumkin emas. Qur'on ma'nolarini iymon komillashib borishi bilan tushunib boriladi. Qur'oni Karimda aytiladiki, ey insonlar, sizlarga Parvardigoringiz tomonidan pand, nasihat, dillaringizdagi buzuq e'tiqodlardan iborat narsalarga shifo va mu'minlarga hidoyat va rahmat, ya'ni Qur'on keldi. Yunus 57. Insonni iymoni komillashib borar ekan, uni Qur'on oyatlariga muhtojligi oshib boraveradi. Qur'on 23 yil mobaynida nozil qilingan. Bundan ko'rinib turibdiki, bir kun yoki bir yilda undagi buyruq va taqiqlarni barchasini hayotga tatbiq qilish mumkin emas. Shunday ekan, mantiqiy xulosalardan va ularni zararidan ehtiyot bo'laylik. Bu yerda bir savol tug'iladi. Musulmonlar mantiqiy xulosalardan saqlanish va iymon e'tiqodini o'stirish uchun nima qilishi kerak? Buni faqat bir yo'li bo'lib, u Alloh va Rasuli ko'rsatgan yo'ldir. Kimki bunga zid harakat qiladigan bo'lsa, mantiq va uni yomon oqibatlardan qochib qutula olmaydi. Chunki o'z o'rniga xos bo'lmagan ma'lumot haqida bosh qotirish ayni mantiqni o'zidir. Oqibatda bunday inson dinni o'ziga chegaralab oladi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam sahobalardan Muoz roziyallohu anhuga aytgan ekanlar. Kimki Allohga biron narsani sherik qilmasa, jannatga kiradi. Muoz rozi Allohu anhu.
Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamdan so'rabdilar. Bu xushxabarni odamlarga yetkazaymi? Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam javob beribdilar. Kuy suyanib qolishlaridan qo'rqaman. Maxtiki xulosa natijasida inson agar menda imkoniyat bo'lganida albatta bunday ish qilgan bo'lar edim deydi. Bunday deyish noto'g'ri. Qur'oni Karimda aytiladiki: "Ey mu'minlar, nega sizlar o'zlaringiz qilmaydigan narsani qilamiz deb aytursizlar? Sizlarning o'zlaringiz qilmaydigan ishni qilamiz deb aytishlaringiz Alloh nazdida o'ta manfur ishdir." 61. Saf 2-3 oyatlar. Ey Ami Muhammad alayhissalom, mana bu kimsalarni ko'rmadingizmiki? Ularga ilgari Makkada turgan paytlarida kofirlarga qarshi jang qilishga talabgor bo'lganlarida o'zingizni bosing va namozingizni o'qib, zakotingizni ado etib turinglar deyilgan edi. Endi qachonki ularga jang farz qilinganida esa banagoh ulardan bir tupo odamlardan Allohdan qo'rqqandek, balki undan-da kattikroq qo'rqmoqdalar. Va hatto: "Parvardigor, nega bizga jangni farz qilding? Bizlarga bu ajalni biroz keyinroq yuborganingda edi", dedilar. Ularga ayting: dunyo matosi ozginadir. Allohdan qo'rqqan kishiga oxirat yaxshiroqdir. Sizlarga xurmo danagining pustucha ham zulm qilinmas. Niso 77. Matik yuritish oqibatida shunday xavfli holat yuzaga kelishi mumkinki, mu'minlar bu holatlardan ehtiyot bo'lishlari kerak. Bunday holatlarni eslash uchun Hujurat surasini o'qishlikni tavsiya qilamiz. Bular bari matik yuritishni oqibatlari bo'lib, uni faqat zarar keltiradi. Eng katta zarar esa diniy nikob qilib olishlikdir. Ayniqsa bugungi kunda buni oqibatida bir din vakillarini turli guruhlarga bo'linib ketmoqda. Kimdir masjidga xos hukmlarni ushlab olgan bo'lsa, yana kimdir jamiyatga xos hukmlarni mahkam ushlab olgan. Har bir guruh biz to'g'ri yo'ldamiz deydi. Albatta ular bir-birini xatolarni uchun javobgar emaslar. Lekin haqiqat faqat bitta. Axir Alloh taolo barchamizni birodar bo'lishga buyurgan-ku. Shunda ekan kelin bir xolis uylanib quraylik e'tiqod. Birlamchimi yo amal birlamchimi? Shubhasiz e'tiqod birlamchidir. Agar har bir amal e'tiqoddan kelib chiqsa, nega biz e'tiqod haqida emas, yana bugun kela olmaydigan amallar haqida uylanishimiz kerak? E'tiqoddan kelib chiqmagan va hatto maqsadga zid bo'lgan bu amallar vaqtinchalikdir. Har bir amal e'tiqoddan kelib chiqishi kerak. Shuning uchun avvalo ishni iymonni o'stirishdan boshlash kerak. Faqat shundagina bizga bugun kiyim bo'lib ko'rinayotgan amallar Allohni rahmat marhamati bilan osonlashadi. Qur'oni Karimda aytiladiki, iymon keltirib, yaxshi amallar qilgan zotlarni esa iymon e'tiqodlari sababli Parvardigorlari jannat yo'llariga hidoyat qilur. Noz-ne'mat bog'larida ostlaridan daryolar oqib turur. Yunus 9 oyat. Ko'rinib turibdiki bizga bog'lik narsa bu iymon masalasidir. Qolgan amallar vaqt o'tishi bilan hosil bo'lgan iymondan kelib chiqadi. Modomiki shunday ekan, aziz birodarlar, juz'iy masalalar ustida tortishib bo'lingandan ko'ra, iymon e'tiqod ustida birlashaylik. Buning islom binosini qurishni asosidan boshlash zarurdir. Hozirgi davrimizni payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam davrlaridan bir farqli jihati bor. Saodat davrida Qur'on oyatlari har bir voqelik ustiga o'z vaqtida nozil bo'lgan. Bugungi kunda esa Qur'on bus-butun holda qo'limizda turibdi. Bu imkoniyatdan noto'g'ri foydalanish oqibatida, ya'ni mantiq yuritish natijasida biz o'zimizga dinni cheklab olishimiz mumkin. Shuning uchun, aziz birodarlar, keling bugungi kun muammolari haqida bosh qotiraylik va Alloh taolodan duo iltijo qilib, ayni bugungi muhim bo'lgan masalalar yechimini so'raylik. Bugungi eng muhim masala esa mantiqiy fikr yuritishdan va uni zararlaridan qutulishdir. Alloh taolo barchamizni
iymon e'tiqodlarimizni mustahkam qilsin. Amin. Endi asosiy mavzuga qaytsak. Ko'rinib turibdiki, mantiq faqatgina kofirlar uchungina emas, balki musulmonlar uchun ham xatarlidir. Lekin Alloh taolo yaratgan hech bir narsa behuda emasdir. Insonni mantiq yuritish olish qobiliyatini ham o'z vazifasi mavjud. Agar mantiq o'z vazifasini to'g'ri bajarsa, u insonni to'g'ri yo'lda mustahkam bo'lishi uchun foydalidir. Bu yerda bir savol tug'iladi. Qanday qilib mantiqdan to'g'ri foydalanish mumkin? Qur'oni Karimda aytiladiki, Ey Muhammad alayhissalom. sizga urab olguvchi qiyomat kuni haqidagi xabar keldimi? U kunda kofirlarning yuzlari egilib qolguvchi, Bo'yin va qul oyoqlari kishan va zanjirlarni sudrash bilan mehnat mashaqqat chekuvchidir. Ular qizigan do'zaxga kirur. Qaynab turgan buloqdan sug'orilur. Ular uchun biron taom bo'lmas. Ularning yemishlari faqat yegan kimsani semirtirmaydigan va ochlikdan xalos qilmaydigan zaridan, zararli va badbuy. tikan simon o'simlik bo'lur. Yuzlari esa u kunda shod xurram. Hayoti dunyoda Alloh yo'lida qilgan sa'y harakatlaridan rozi bo'lur. Ular oliy jannatda bo'lib, u joyda biron behuda so'z eshitmaslar. U joyda oqar buloq bordir. U joyda baland surular va kuyib-kuyilgan qadahlar, tizib kuyilgan yostiqlar va tushalgan gilamlar bordir. Goshiya 1-16. Yuqoridagi oyatlar qiyomat kunida kofirlarni do'zaxdagi azoblanishi va mo'minlarga jannatda beriladigan mukofotlar haqidagi xabarlardir. Mo'minlarga xush xabar beruvchi va kofirlarni ogohlantiruvchi bu kabi oyatlar juda ko'p bo'lib, inson bu xabarlarda bayon qilingan voqealarni his qila olmaydi. Shuning uchun inson do'zax azoblari haqida mantiq yuritib, Alloh taolodan bu azoblardan panoh so'raydi va jannat yoki undagi ne'matlar haqida mantiq yuritib, Alloh taolodan shu ne'matlarga erishish yo'lini so'raydi. Ko'rinib turibdiki, to'g'ri mantiq yuritish bu o'limdan keyingi hayot haqida fikrlash bo'lib, u insonga foyda keltiradi. Mantiq shakidagi suhbatni yakunlashdan oldin shuni aytish kerakki, mantiq yuritish natijasida insonda kelajakda sodir bo'ladigan ishlar haqida xulosa hosil bo'ladi. Agar bu dunyoda his qilish mumkin bo'lgan voqealar haqida mantiq yuritilsa, keyingi harakatga zamin bo'ladigan yana bir harakat hosil bo'ladi. Agar inson bu hayotdan keyingi hayot haqida mantiq yuritsa, uning Alloh taoloning mag'firatiga erishish uchun zamin bo'ladi. Qur'oni Karimda aytiladiki, o'zi poktomon bo'lib, mol davlatini yaxshilik yo'lida sarf qiladigan taqvodor zotu do'zaxdan yiroq qilinur. U taqvodor zot huzurida zimmasida biron kimsaga qaytariladigan ne'mat yukdir. Ya'ni, u biron kimsaning o'ziga o'tkazib kuygan yaxshiligini qaytarish uchun xayr-saxovat ko'rsatmaydi. U faqat eng oliy zot bo'lmish Parvardigorining yuzini, rizoligini istab, mol davlatini sarf qilur. Va yakinda Parvardigori unga ato etadigan mukofot, jannat ne'matlaridan rozi bo'lur. 92. Valel 17-21.